2026-yilda nimalar bo'ladi? Ya'ni nimalarga ega bo'lar ekanman ko'ramiz. Faqat pul ekan. 2026-yilim faqat pul topish bilan ko'plab pullarga ega bo'lish bilan birgalikda o'tkazaman ekan 2026-yilda. Birinchi shuncha summa, ikkinchi bir chamadon, uchinchi esa sepim pulga to'lib ketar ekan. To'g'risi bu juda ham katta omad bo'lar ekan. Men uchun 2026-yil juda ham omadli kelar ekan va shuncha pulga ega bo'lar ekanman. To'g'risini aytsam, bu juda ham ajoyib. To'g'risi men bunaqa chiqishini kutmagandim. Yana bir marta qilib ko'raylikmi? Nima deysizlar? Qilib ko'ramizmi? Qani yana bir marta urinib ko'raylikchi, nima chiqar ekan. Qani bu ikkinchi urinishimiz. Ikkinchi urinishimizda nima chiqar ekan? Voy. 2026-yilda sayohatga ketar ekanman bir davlatga va buni ikkinchisiga tushunmadim. Ikkinchisi ham chamadon ekan. Oyoq teva tomondan rasmga olingan ekan, shuning uchun shunaqa ko'rinibdi. Ikkinchisi ham sayohatga ketar ekanman. Uchinchisi u ham sayohat. Uchinchi marta yana sanab ko'ramizmi? Nima chiqar ekan? Qani bu uchinchisi. Uchinchisida nima chiqar ekan? Uchinchisi turmushga chiqish chiqdi, ya'ni oila qurish. Ya'ni barmog'imga uzuk taqalar ekan, oila qurar ekanman, turmushga chiqar ekanman, sevgan insonim bilan birgalikda va farzandli bo'lar ekanman. Yo'q, bulardan ko'ra menga birinchisi ko'proq yoqdi, chunki o'sha menga yaxshiroq. Oila qurish meni hali beri rejalarim qatorida yo'q bo'lganligi uchun menga birinchi variant qulay va ikkinchisi ham yaxshi. Ikkinchi variant va birinchi variant tanlagan bo'lardim. Bu uchinchi variant esa menga to'g'risi unchalik yoqmadi, chunki meni rejamda hali beri oila qurish va turmushga chiqish rejasi yo'q shuning uchun. Shu birinchi variantda qolamiz. Sizlar bitta urinishlarda nima chiqqan? Bularni ham batafsil kommentariyada yozib ketsangiz ham bo'laveradi. Sizlar bemalol urinib ko'rishlar mumkin, sizlarga nimalar chiqar ekan. Mana shunaqa o'yinlarga qiziquvchilar bormi? Yozib ketinglar kommentariyada.